Samarqand qush bozori yakshanba 1-mart bahorning 1-kuni. Odam juda ham ko'p. Ana bloger. Ame syomka ne? Kaysem tomosha qilaman. Qaydan quloqot? Qancha odam yurib bo'lmaydi bozorga. Do'stlar, kimga agar reklama xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqam qo'yaman, aloqaga chiqinglar. Borib reklama qilib kanalga qo'yamiz. Nima bular? Bir amali 200 mingdan, mana bular 150. 150 dan. Yuqoridagilar qizillar. Namashni bular. Lamashni. Buramalar 200 mingdan. Samarqand qush bozor. Odam yomon ko'p. Haftaga bir marta bo'ladi. Endi shuni haftaga 2 marta tashkillamoqchimiz. Yakshanba, chorshanba kunlari. Chorshanba kuni ham kelinglar, mana sotuvchilar ham, oluvchilar ham, xudo xolosa bozor haftaga 2 kun bo'ladi. Yakshanba, chorshanba kunlari. Necha puldan ekan xurishchalar? 150 yo'q, 120 ga berasiz. Deyman-ku. 150, 120 ga berasiz. Bularchi? Bu ham shu. Tavuq ham shunday. 150 yo'q, 120 ga berasiz. 150. Xo'roz 150. Bularchi? Yaponcha tavuqlari 180 yo'q. 180, 150 ga beriladi. Chorshanba kuni ham bozorni tashkillashtiringlar. Nasib bo'lsa, qanchaga ketib olar? Taksida ochdi. Mana chorshanba kuni ham bozor bo'ladi, xudo xolasa. Endi kelinglar bozorga, olovchilar ham, sotuvchilar ham. Yakshanba, chorshanba kuni bo'ladi. Bular 150 dan, bunisi 300 ming. Chorshanba kuni ham chiqaringda, bozor bo'ladi. Tovuqlar necha puldan? Tovuq emas, xo'roz bu. Necha pul xo'roz? 140. 140 ha? Bunisi kattasi. Bunisi 180. 180. Mayiz necha pul ekan? Bu 8 ming, bu 50 ming. Kelishtirib beraman. 8 mingga 50 ming. Bular necha puldan? Buni 400 deyapmiz aka. Ekomi? Ha, ekomi. Ekomi 400 ming ekan. Unduk necha pul? 500 ga 700. 500 ga 700. Bormi yana bundan? Ha? Telefon raqam bormi? Kerakmi? Shunaqalar kerak deganlarga. Yo'qmi? Mana 500 ga 700 ekan. Bunisi pikap deyapti. Bozor, har bozor chiqaradi. Necha puldan ekan quyonlar? 600. 600 ha? Ekovi hammi? Bo'lsinlar bu. 600 mingdan. Chorshanba kuni ham chiqaring bozorga, qaymi? Chorshanba kuni ham bozor bo'ladi, xudo xolasa. Odam juda ko'p. Haftaga bir marta bo'lyapti. Endi haftaga 2 marta tashkillamoqchimiz. Chorshanba kuni ham kelinglar, sotuvchilar ham, oluvchilar ham. Haftaga 2 marta bo'ladi. Ama şu YouTube'a boratmışmı? Ha. Her gün Özbekistan'da. Necha puldan ekan bular? Tovuqlar. 160 ming tovuqlar. Xo'roz bilan chiqib. Zamaya. 150 mingdan. Necha puldan quyonlar? Quyonlar aka quyoniga qarabda qaysi desangiz. Va bir boshdan. Aka bular 200 dan. Ha. Mana bu 200, bu 200. 300. 200, 250 ming. Öyle kalonmuşuz. Bular 150 dan. Necha puldan quyonlar? Yollar har xil. 70 dan bor to 250 gacha. 70 dan. Bular 250. Ha. Yaponchalar bu, Brahma bu. Bular necha pul?
100 ming deyapman. 100 ming. Bunisi kattasi 250. 100 ming. Brahma nechi pul? 250. 250 Brahma. 250. Chorshanba kuni ham bozorga chiqaringlarda, qani bozor? Bozor ham bormi? Bo'ladi, bo'ladi, dolasa. Chiqarsalaringiz bo'ladi. Nechi pul? 400 mingdan, meni olib 400 mingdan. Bunisi nechi pul ekan? 75 ming. 75 ming. 75 ming quyoncha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmi? Quyonlar nechi puldan bugun? Yo'llar mana bular Melikan bilan Kaliforniya. Nechi pul? 150 dan. 150 dan. Mana bu Burgurskiy. Ha? Burgurskilar 200 dan. 200 dan. Abega karli ko'yinlar bor. Fransuzskiy baran 300 dan. 300 dan, ha? Aha. Telefon raqamchi? 93lik. 93lik 992 992 307. 307. Kimga kerak bo'lsa, shunaqa ajoyib quyonchalar qo'ng'iroq qilinglar. Berdik. Nechi pul ekan quyonchalar? Quyonchalar bular 500 ming. 500 ming so'm. Bularchi? 200-300 ming. Nuri borida 200-300 ming so'mdan. 250 ming. Do'stlar, kimga agar reklama xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqam qo'yaman, aloqaga chiqinglar. O'rib reklama qilib kanalga qo'yamiz. Nechi pulga oldi aka? Baraka bo'ldi arron. Nechi puldan? Velkanmi bu? Nechi puldan bo'ldi? Yo, hayin. Nechi pul bo'ldi? Ikkitasi 1 million 300. Baraka bo'pti. Tugadimi, tog'o? Tugabdi. Samarqand qush bozori 1-mart. Yakshanba. Do'stlar, kanalga obuna bo'linglar. Nima fikrlaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Nechi puldan quyonchalar? 500 ming so'm. Bularchi? 800 parasi. Tovuqchalar. Tovuqchalar parasi 800 ming. Do'stlar, kimga agar reklama xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqam qo'yaman, aloqaga chiqinglar. O'rib reklama qilib kanalga qo'yamiz. Nechi puldan ekan bular? Ha? Parasimi? 400 dan, parasi 800. Bularchi? $400. Donasimi, parasimi? 300 ming ekan bu. Mana. Nechi pul? 300 ming. Pastdagilarchi? 200 dan, ha? 300 bu, 200 dan pastdagilari. 450 parasi. Parodasi nima? Parodasini ayting, internetga chiqaradilar. Parodasi Vietnam. Mana Vietnam ekan. Zakasay telefon qiladilar. Ishga ko'rmaysizmi? Buni nechi pulga oldingiz? 300 ga oldik. Ha. Buni 100 mingga oldik. Pishak yeydimi? 100 mingga Pishak olibdi. yemaydi bularni, pishak bilan hazar qiladi. Bular pishak go'sht yeydi. Parasimi? 770 so'ra parasini berma.
İki parma. Yo'q, pastda parasi. 370 ga so'rabdi, bermabdi. Mana bugünü para bu. Tuxumda ikkalasi. Do'yap. Buyda chekimli. Ikkasi bor aka, ko'tada it ko'rmaydi faqat. Ko'rmang aka, mana. 600, 500 parası. Bular 250 dan yana kelishsa bo'ladi. Nech pul? 60 bin. Ha? 60 bin. 60 ming. 60 ming. Bunisichi? Qo'y yara qo'y ko'rsatlar darrov. Nech pul ekan? 500 ming. YouTube'ga. Nech puldan ekan bular? 200. Bularchi? Yo'q, ona 200. 250 dan oladi. 250 dan 200 bular. Bozor nech pul qildi? Hozir 220 qo'y. 220. Bular nech puldan? 1 million. Bunisichi? 1 million. Bu 200? Şunu balası. Ha, shuni bolasimi? Nech pul deyapsizlar? 800. 800 ming. Bular nech puldan ekan? 500. 500 dan. Bozor nech pul qildi? 250 dan qilyapti. 250 dan. Shu Cho'ja hali bular. Bular nech puldan ekan? 300. 300 dan. 300 dan bular. Nech pul ekan? Mokyonchi? Mokyon, uzoq. 700 xoroz, 200 mokyon. Nech pul ekan mokyon? 250 deyapman. 250 deyapsiz. Ha? Bozor nech pul qildi? 150. Ha. 100. Bozorda buyruq. Nech pul ekan mokyon? 200 ya. 200. Bu ko'p narsani ko'rgan. 200. Nech puldan xorozlar? 500 dan. Bunisichi? Eko'y ham 500 dan. 500 dan ha. Nech pul ekan? 1,5 million. 1,5 million. Telefon raqam bormi? 93'lik. 93lik 727. 727 10. 10 26. 26. Bu nech kilo besi? 5,5. 5,5 kilo. Bozor nech pul qildi? 1 million. 1 million qilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Nech pul ekan? Bumi? Ha, 800 yo'q. 800. Bozor nech pul qildi? Hozir keldim aka. Oz keldizmi? Oz keldilar, 8 deyaptilar. Cho'ja. Yarim metr. 1,5 metr. Telefon raqam bormi olaman deganda? 95'lik. 95lik 779 ha, 11 98. mana kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Uyga bormi yana? Yana to'pamiz bor, ha. Nech pul bo'lyapsiz? Savdo. 300 ming so'm. So'rayapsizmi? 300 ming so'm so'rayapmiz, 800 ming bering deyapti. Ye savunmadı. Ye soğuğucu. Nech pul ekan bu? 2 million. Olaman deganlarga telefon raqam bormi? Nechi? 91lik 526 526 73 73. Nech kilo besi buni? Hozirgi 5 kilodan so'ng 5 kilo besi. Bo'yichi? metr qilmoqmiz. Ha. 70-80 chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Nech pul ekan bular? 1,5. 1,5. Bo'yi nechi buni? Balandmi? Besi 4 kilo 800. Ha. Yoshichi? Fevral. Fevral. Telefon raqami bormi? Bor. Nechi? 90'lik. 90lik. 602 Ha. 61 64. 61 64. Aloqaga chiqinglar. Zoti qanaqa buni?
Bilmayman endi. Bilmaysanmi? Qoni gilzot. Ha. Ana tovuq. Qopni ichiga tuxum qilyapti. Nech pul ekan bu? 500. Mana shunaqasini ko'rganmisizlar? Telefon raqam bormi? Nechi? 93'lik, 93lik 334, 334 81, 81 01. 01 ana tovuq tuxum qilyapti. Bunaqa tovuqlardan yana uyga ko'p. Xoruzlari ham bor, ha? Aloqaga chiqinglar kimga kerak bo'lsa. Xoruzlar nech puldan bo'ldi? Xoruzlar 500 ming. 500 ming. Bularchi? Bular 600 ming, 200 ming. 30 200. Korobkada ishtimayapmi? Şöylesi. Bunisi nech pul ekan? 2 milyon. 2 milyon. 2 milyon. Telefon raqam bormi? 99'lik, Ha? 542, 38 02. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Sağlam turlardan mı? Har xil turlardan bor ekan. Bu nimaga narx qimmat? Bu nasıl tozu? Tozu karesi çok iyi. Toza kares ekan bu. Mana. Kimga shunaqa kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Nech pul ekan bu? 1 milyon deyapman. 1 milyon. Necha kilo chiqadi bo'lsa? 4 kilo 700. 4 kilo 700 ha. Telefon raqamcha bormi? Bor. Nechi? Kodi 95, Ha? 313, 99 20. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Do'stlar, kimga agar reklama xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqam qo'yaman, aloqaga chiqinglar. Borib reklama qilib kanalga qo'yamiz. Ana odam, mana odam. 1-mart. Yakshanba. Samarqand qush bozori. Do'stlar, kanalga obuna bo'linglar. Nima fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Chorshanba kuni ham bozor bo'ladi, kelinglar. Oluvchilar ham, sotuvchilar ham. Bu qushlar. Qushlarning donlari har xilidan bor. Bular 100 mingdan dolar ekan. Yo, chapil qarash. Ana chapil. Tavtomi? Nima zardu? $80 bari. Bularning parasi $300 ekan. Bularichi? $1 milyondan ko'plar. Bular 1 milyondan. Pastagi nech pul ekan? Donasi $200'dan. Pepşiler nech pul ekan? Rubinlari 500 ming, oq $250 juftı. Bistilar nech puldan? Avlışta 150 ming parası va pastagilar 300 ming. Bularchi nirazluchkalar? 300 ming para. 300 ming parasi. Amadinkalar nech pul ekan? Avadinka 180 ming juftı. 180 ming jufti. Telefon raqam bormi? Nechi? 93'lik, 93lik 721, 721 98, 98 98. 98. Kimga kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Dastavka bormi? Dastavka. Pochta qilamiz. Mana. Bularning parasi 1 million. Kanareykalar. Ne şampulibdi? 50 ming.
Bularning parasi 1 million ekan. Telefon raqam bormi? Telefon raqam. Navoda ishlatgan 84 90lik 601 84 42. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqinglar. Samarqand qush bozor. Odam ko'p, qushlar ko'p. Do'stlar, kanalga obuna bo'linglar. Nima fikrlaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Ikkita kanalga qush bozorining videosini joylashtiraman. Bittasi Sardor O'zbekiston, ikkinchisi Samarqand qush bozori. Chorshanba kuni ham kelinglar. Oluvchilar ham, sotuvchilar ham haftaga 2 marta bo'lsin bozor. Yakshanba, chorshanba kuni bozor bo'lsin. Zo'r bo'ladi lekin kelinglar. Bular neç pul? 50 mingdan. Bunisi 40 mingdan. Kimga shunaqa hamyakchalar kerak bo'lsa agar har bozor chiqaradi bu bola. Faqat bitta shunga bo'ladi. Neç puldan bular? Mana qizil. 2,5 parası 2,5 milyon. Bunisi 3 milyon bunisi, ha? Neç puldan bular? Mana bular. Nomi nima buni? Bu bozorda birinchi marta chiqyapti. Ferruri ananas deydi. Neç pul ekan? 1,5 million. 1,5 milyon. Parasimi, donasimi? Bunisi-chi? Bu 8 yamdan arzon qilib beraman. Ha. Bular-chi? Papuga neç bulmaydi papuga? Maydasi 150 ming. Maydasi 150 ming. Chek. Bu bular-chi? Nimalar? 500 dan donasi arzon qilib beraman. Telefon raqam bormi? Nechi? 91lik 91 527 527 87 87 28. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqinglar. Bundan bozorga yo'q, bu привозной. Para şart mı ama koyun? 100 milyon. Bedona Kalek bozori. Bana karmışlar İtalya'da vardı. Neç puldan ekan bular? 1 milyon kafasız. Kafası neç pul? 300 bin kafası. Bular neç puldan? 700 bin. Telefon rakam bor mu? Telefon rakam. Bunisiga bor. Nechi? 3 3 77 90 93lik. 93lik 3 3 77 90. Adres qayerga? Merski 150. Ana Merski ekan 150. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqinglar. Havas ketildi.
Necha pul ekan bugun? Arzon bo'pti-ku? 80 mingdan. Bular qanaqa? Nar modami? Nariya modasi ham, ha? 80 mingdan bo'pti. Telefon raqam bormi? Necha? 90? 97lik 929 24 42. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Mana bundan ko'p. Shularga optim. Savdo. Chansım senin. İtalyanski betonalar bunlar. Chansimi. Nima qaysi? Bular necha pulda mana qizillar? Qizillar 150 puldan. Bularchi Bular para mana parasi. necha pul? Para 150 ming. Para 150. Badariye yürüyenler rali. Sizi kaç ekan? 50'den. Bana şunlar dedim. Ne? Sıraya. İno çan pul budas? 350 ming parası.